Hammaga salom, men ismim Ilhom. Bugun sizlarga MVP to'g'risida aytib bermoqchiman. MVP bu o'zbek tilida aytganda eng sodda, foydalanuvchini eng minimal talablarini bajaruvchi mahsulotdir. Ko'pchilik mahsulot yaratayotganda minimal viable product bilan most valuable produktni almashtirib qo'yishadi. Ya'ni eng sodda mahsulotni chiqarishning o'rniga ular qiyin, mukammal mahsulot chiqarishga harakat qilishadi. Jamoalar yig'ishadi, katta xarajatlar qilishadi. Ko'pchilik hollarda bu mahsulot bozorga yetib borguncha o'z aktualligini yo'qotadi. MVPni afzal tarafi shundaki, bizga bozorga tezda chiqib, bu mahsulot bozorga qanchalik kerakligini tezda tushunishga yordam beradi. Masalan, aytaylik, kunlarning birida barcha qidiruv tizimlaridan javoblarni yig'ib topib keluvchi servis yaratish g'oyasi menga keldi. Foydalanuvchilardan bu servis qanchalik kerakligini so'rab chiqishning o'rniga men oddiygina AI orqali bu vazifani yechdim. Gemini'ni ochdim, Gemini'ga g'oyam to'g'risida batafsil aytib berdim. U o'zini fikrlarini, dunyoda bo'lgan boshqa keyslarni misol tariqasida aytib berdi. Men undan AI uchun shunday tizimni yaratishga, topshiriq yozishga yordam berishini so'radim. Gemini bergan topshiriq mening g'oyam bilan qanchalik to'g'ri kelishini solishtirib chiqdim. Bu promptni, ya'ni topshiriqni olgandan keyin Lovable servisini ochdim va Lovable servisiga Gemini'dan olgan promptimni, ya'ni topshirig'imni kiritdim. Lovable menga 5 daqiqa ichida bu mahsulotni yaratib berdi va kerakli ko'rsatmalarni berdi. Ikkita servis yordamida va 10 daqiqa ichida tayyor IT mahsulot yaratdim. Keyingi harakatlarim endi bu mahsulotni foydalanuvchilarga jo'natish va ularning fikrlarini o'rganish. Bu g'oya kelgandan to foydalanuvchiga yetib borguncha mening 30 daqiqa vaqtim ketdi. Ilgari esa bunday mahsulotni yaratish 3 oygacha vaqt talab etishi mumkin edi. Sizda g'oya paydo bo'ldi. Bu g'oyani qanday qilib bozorga tez olib chiqib test qilsa bo'ladi? Birinchi navbatda g'oya kelishi bilan oddiygina telefoningizni olib, Gemini yoki ChatGPT ilovasi orqali bu g'oyani yozib qo'yishingiz mumkin va bu chatbotlar sizlarga bu g'oya qanchalik aktual emasligini, bozorda o'z o'rnini topishi yoki topmasligini aniqlashga yordam beradi. Bozorga mahsulotni AI yordamida qanday tez olib chiqsa bo'ladi? G'oya kelishi bilan birinchi navbatda bu g'oyani ChatGPT yoki Gemini'ga jo'natishimiz mumkin. Bu servislar bu g'oya qanchalik aktualligi va bozorda o'z o'rnini topish mumkinligi yoki mumkin emasligi to'g'risida o'z fikrlarini sun'iy idrok yordamida beradi. Bu fikrlarni o'rganib chiqib, biz o'z g'oyamizni to'g'rilasak yoki o'zgartirsak bo'ladi va g'oyani shakllantirganimizdan keyin shu sun'iy idrok servislari orqali bu g'oyani amalga oshirish uchun prompt, ya'ni topshiriq yaratishimiz mumkin. Promptni olgandan keyin uni ChatGPT, Gemini, Cursor, Cloud AI, Lovable, Bolt servislari orqali amalga oshirsak bo'ladi. Ya'ni bu servislarni ochamiz, promptni, ya'ni topshiriqni ko'chiramiz va bu servislarga jo'natamiz. Bu servislar bu mahsulotni tezdagina, osongina 5-10 daqiqa ichida yaratishga yordam beradi. Albatta, sun'iy idrok yordamida biz katta qandaydir tizim qurish imkoniyatiga hozircha ega emasmiz. Lekin minimal qandaydir talablarni bajaradigan servis yaratsak bo'ladi. Men ishlatadigan sun'iy idrok servislari asosan bu Gemini, ChatGPT, Cloud AI, Bolt va Cursor. Undan tashqari grafik materiallar yaratish uchun, logotiplar chizish uchun, reklamalar qilish uchun Google Banana, Midjourney, Veo servislaridan ham foydalanaman. Agar sun'iy idrok yordamida siz o'zingizga kerakli mahsulotni yarata olmasangiz, MVPni marketplace'lardan ham xarid qilsangiz bo'ladi. Masalan, men CodeCanyon, SimForest marketplace'larini ishlataman. MVP bu bozorga chiqishga yordam beradigan eng minimal mahsulot, vaqt esa bizdagi eng qimmat resurs. Videodagi sharhda 30 daqiqada mahsulot yaratishga yordam beradigan servislar ro'yxatini qoldirib ketaman. Foydalaning, bozorga o'z mahsulotingizni tezda, osongina olib chiqing.